buning nima xitoycha kiyinib olgan? 14 yil Xitoyda yashaganda o'rganib qolgan. Voy, obedga nima ovqat qilarkan-a? 一阴一阳之味道，仔细东来。 Bolam xotining ovqat qilmasin. Xo'p, Zebo 14 yil Xitoyda yashab o'zbek sho'rvasini sog'ingansan. Ma, qoshiqda ol sho'rvadan ich. Nima cho'kdingmi? Suvini ichi. Xotin yana burchakda nima qilyapti? Bu yerda kalamushdan boshqa hech narsa yo'q-ku. Zebo! Xitoyda yashagan degani kalamushni ham yevoraveradi degani emas-ku. Lekin men yedim. Kelin, nimalar yeysiz? Qiziqdim-da. Birinchi ovqatga buni solamiz. Keyin nordonroq achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Keyin yana ham achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lish uchun buni ham solamiz. Oling. Ana, osh qilishni ham o'rgandingiz. Endi ustiga go'shtlarni soling-da, olib chiqing. Xo'p bo'ladi. Marhamat, osh bo'lsin. Abi ham go'sht-ku. Ey kelin, qozonni ham tozalab yumabsiz-ku? Yaxshi tozaladim, u ketmadi-da. Kim tozalaydi buni? Bo'ldi, janjal qilmanglar. Mana bu bavi degan narsa bor, oyijon. Buni tog'oraga 2-3 qoshiq solib, issiq suv solib, keyin o'sha idishlarni solib yutib qo'ysangiz, 10 daqiqadan keyin sovuq suvda chayvorsangiz, top-toza bo'ladi. Bu allergiya bermaydi. Uni ustiga bu Germaniya mahsuloti. Mana kelin bo'larkan, krevetka, haligi 8 oyoq qilmasdan mana shunaqa go'shtlardan pishirib bersangiz. Qo'shni, mushugimni ko'rmadinglarmi? Topolmayapman. Sog'inib qoldim-da. Sog'insangiz ertaroq yeymizmi? Hozir yeb tugatding.